Bugun Jahon chempionati 2026 saralash bahslarining 7-tur uchrashuvlariga start berildi. O'zbekiston milliy terma jamoasi Toshkentda Qirg'iziston terma jamoasini qabul qildi. O'yindan oldin ko'plab muxlislar va mutaxassislar terma jamoamizning yirik hisobdagi g'alabasini taxmin qilishgan edi. Afsus, yakunda unday bo'lmadi. Terma jamoamiz o'yinda shiddatli boshlagan bo'lsa-da, tezkor gol urishga erisha olmadik. Lekin 24-daqiqada Hojiakbar Alijonovga ishlatilgan foldan so'ng Said Datsiyevga qizil kartochka ko'rsatildi va Qirg'iziston terma jamoasi darvozasiga penalti belgilandi. Biroq Eldor Shomurodov bundan foydalana olmadi. Yaxshiyam Hojiakbar Alijonov o'zini prime davridagi formasiga sekin-sekin qaytayapti ekan. 40-daqiqada 4 nafar himoyachini orasidan Abbosni uzatmasini gol bilan yakunladi. To'p ham sekin-sekin yumalab kirib ketdi. Bu yog'iga hujumlar yomg'irini uyushtirsak-da, lekin vaziyatlardan foydalana olmadik. Hatto Eldor Shomurodovning goli ofsayd sabab bekor qilindi. Shu tariqa 7-turdan so'ng ochkolarimiz 16 ta bo'ldi va bu saralashlar tariximizdagi so'nggi bosqichda to'plangan ochkolarimiz bo'yicha rekord hisoblanadi. Bungacha Jahon chempionati 2014 da Qosimov boshchiligidagi terma jamoamiz 8 o'yindan 14 ochko to'plagan va to'g'ridan-to'g'ri chiqish uchun 2 gol yoki 1 ochko yetmay qolgandi. Jahon chempionati 2018 saralashida esa Babayan bilan 13 ochko olganmiz. Ammo yana shu narsani ham tan olish kerakki, hozirgi guruhimiz nisbatan kuchsizroq, chunki so'nggi bosqichda avvalgidek 10 ta emas, 18 ta jamoa qatnashmoqda. Qirg'iziston va Shimoliy Koreya kabi jamoalar har doim ham so'nggi bosqichga yetib kelmaganlar. Biz bu ikki jamoadan 12 ochko oldik. Mundialga chiqish uchun esa Eron va Birlashgan Arab Amirligi bilan o'yinlarda ham ochko olishimiz shart. Elektr toki uzilib qolgan, birinchi bo'limga naqd 29 daqiqa qo'shib berilgan bahsda Eron terma jamoasi Birlashgan Arab Amirligini ishonchli 2-0 hisobida mag'lub qildi va ochkolar sonini 19 taga yetkazib oldi. Endi 25-martda Tehrondagi o'yin yonadi do'stlar, sababi Eron aynan asosiy raqibi hisoblangan bizga qarshi bahsda mundial yo'llanmasini hal qilishga intiladi. Biz esa Eronni mag'lub qilib, deyarli mundial yo'llanmasini hal qilib, Eronni bayramini kechiktirish uchun harakat qilamiz. Afsuski, bu o'yinda Jaloliddin Masharipov, Oston O'runov, Husniddin Aliqulovlar o'tkazib yuborishadi. Shunday bo'lsa-da, terma jamoamizga omad yor bo'lsin deya bugungi g'alabadan bahra olamiz. Hozircha bugun bilan yashaylik. Indinga biron bir mo'jiza bo'lib qolar. Barchangizga tashakkur. Keyingi o'yinlargacha xayr, like va kommentariyada o'z fikringizni qoldirishni unutmang. Oson o'yin bo'lmadi, baribir ham bilasizmi, kim Eron bilan o'ynasa osonroq bo'lardi bu o'yindan ko'ra. Chunki baribir bilamiz, himoyadan o'ynaydi, uni yorib o'tish juda ham oson bo'lmadi. Hamma o'yinchi himoyada turibdi, lekin o'shanga qaramasdan yaxshi imkoniyatlarimiz bo'ldi, lekin bugun top-to varataga kirishni ham xohlamadi nimagadir. Bo'lmasa juda ham yaxshi imkoniyatlarimiz bo'ldi. O'zi asosiy muammo nima deb o'ylaysiz? Har holda muxlislar ko'proq gol kutishgandi. Yo'q, bu yoqda biz o'yindan oldin bolalarga aytdik, 1-0 bo'lsa ham yutishimiz kerak. Bizga 3 ochko kerak. U gol urganimiz bilan nima farqi? Bizga samgal 3 ochko kerak deb o'ylayman. Muxlislar bilan mana xursand bo'lib ko'proq gol ko'rgisi keladi, tabiiy holat. Lekin bizga samgalning kerak 3 ochkoni qo'lga kiritib oldik.